ev tilab uydan chiqib ketasiz. Nima uchun? Nima uchun mehnat qilyapsiz? Ro'zg'orim, bola-chaqam, ota-onam va topayotgan pulingizni qanchasini o'zingizga ishlatasiz? Hech qanchasi. Butun borlig'ingiz o'zingiz kiymasangiz ham, o'g'lim, qizim yaxshi kiysin, birovdan kam bo'lmasin, tengqurlardan kam bo'lmasin deb ota usti yukum bo'lsa ham bolasini yaxshi kiydirib. Men ishonaman-da, mana shu yerda o'tirgan akalar bor. Siz pul topyapsiz, lekin o'zingizga qancha sarf qilsangiz, sizdan ayolingiz o'ziga ko'p sarf qiladi, to'g'ri? Sizdan ko'proq kiyimga pul sarf qiladi. O'zi uchun erkak kishidan ayol kishi ko'proq pul sarf qiladi. Lekin shu pulni siz topyapsiz. Shuning uchun do'stlaringiz orasida, tengqurlaringiz orasida usti yupun bir yigitni ko'rsanglar, masxara qilmanglar. Kulgi qilmanglar. Kiyimingga qara, egningga qara deb. U bola chaqasi bilan ovra bo'lib yurgan yigit u. Bola chaqasidan orttirib o'ziga qarolmay yurgan yigit u. Kerak bo'lsa o'shanaqa yigitlarga ko'mak bering, yordam bering.